Hammaga salom, siz bilan Lightship. Ushbu video qo'llamada dunyoga mashhur Amerikadagi Amazon saytidan mustaqil buyurtma qilishni ko'rib chiqamiz. Saytga kirganimizdan so'ng quyidagi ko'rinishda oyna ochiladi va yuqori qismga o'tib, kerakli sozlamalarni kiritib olamiz. Zip kod qismiga 198 yozamiz va davom ettirish tugmasini bosamiz. Keyingi ish esa saytdan ro'yxatdan o'tish bo'ladi. Pochta ma'lumotlarimiz va kerakli parolni kiritganimizdan so'ng Gmail pochtamizga tasdiqlovchi kod keladi. Uni saytga kiritishimiz kerak bo'ladi. Ushbu kodni olib saytga kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana Amazon saytidagi akkauntimiz ham tayyor. Xaridga kirishdan oldin qisqacha Amazon Prime haqida ma'lumot berib o'tamiz. Amazon Prime'da siz o'z buyurtmalaringizni bir necha kun ichida tezkor va tekinga yetkazib berish, Prime videoni tomosha qilish va boshqa ko'plab eksklyuziv imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Xizmat pullik, 30 kunlik tekin muddat tugagandan so'ng 1 oylik yoki yillik tarifga asosan to'lovlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Saytda siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan deyarli barcha mahsulotlarni topishingiz mumkin. Kiyim-kechaklar, aksessuarlar, kosmetika vositalari, uy jihozlari, oziq-ovqatlar, kitoblar va boshqa ko'plab mahsulotlarni topasiz. Keling endi bir necha mahsulotlarni tanlab, ularni rasmiylashtirish jarayoniga kirishamiz. Mahsulotlarni tanlab bo'lganimizdan so'ng checkout tugmasini bosamiz. Keyingi qismda manzil kiritish tugmasini bosamiz va Lightship shaxsiy kabinetingizda ko'rsatilgan Delaware shtatidagi ombor manzilini ko'rsatib o'tamiz. Adres 2 ni kiritishda o'zingizning UZB bilan boshlanuvchi ID raqamingizni kiritishni unutmang. Pastda esa to'lov karta ma'lumotlarimizni kiritib o'tamiz. Oxirgi qismda buyurtmani rasmiylashtirish tugmasini bosamiz va Amazon bizga taqdim etgan trek raqamni shaxsiy kabinetda ro'yxatdan o'tkazib qo'yamiz.